Mikrofon yoqilgan o'zi. Qanaqadir kattaroq bahoni topish kerak. Mana shunday ko'ngilsizliklar bo'lib turadi. Siz hech bolangiz maktabdan kelgandan keyin to'yib hidlaganmisiz? Bilasizmi nima qildim? Chonini qaynatdim deb prosta ochib qo'ydim. Assalomu alaykum qiziq odamlar. Sizlar bilan Qiziq TV O'zbekistondagi birinchi hajviy telekanal va hamda Asadbek Hakimov bugun sizni ixtiyoringizda bo'ladi. Men hozir qayerdaman? Ko'pinadi bolalar, men qaydaman? Menimcha bildingiz atmosferadan men hozir Mirshakar Fayzullayevni yangi ochilayotgan stand-up klubidaman. Mana bu kursida hali Mirshakar akani o'zi ham o'tirib gapirganlari yo'q. Bugun yangi son bo'lib o'tadi, yangi manzilda bo'lib o'tadi va mana shu yangi qiziq jarayonni sizga namoyish etamiz. Tayyor bo'lsangiz, boshladik. Nima deydi? IELTS olgansizmi o'zingiz ham? Necha IELTS'siz? 8,5. Nima beradi bunga? Hech narsa bermaydi. Bu bir nos gapida gapdi. Men nima uchun Toshkentchang bo'lib ketdi deb o'ylagandim. Sababini topdik, ya'ni Mirshakar aka qurilish qilayotgan ekan. Sababi Toshkentning havosi tozalanishi, Indira Miftahovaning konsertiga bog'liq bo'ladigan bo'lsa, necha kun va necha soat turib gapirib bera oling. Yo, men aytmay qilgan bo'lardim. Agar men deb chang bo'ladigan bo'lsa. Yo, changni ketishi sizga bog'liq, faqat to'xtamasdan gapirishing kerak. Shundan ketib qolmagunimcha men gapirardim. Ana fidoyilik. Sababi hammaning sog'lig'i birinchi o'rinda. Lekin men o'z o'rnimda maslahat bermoqchiman. Maksimal darajada o'yingizga olmaslikka harakat qiling, chunki men Havonimi? Yo, mana ko'pincha o'yladingiz-ku, men bir kun o'ylaganimda rostdan yo'talishni boshladim-da. Hattoki psixologiya joyi ham bor, juda ham qiynaldim. Chang bor, bu aniq. Bundan voz kecha olmaymiz. Lekin berilsangiz, masalan, men yo'talashni boshladim, keyin o'zim bo'ldi o'ylamadim va kamroq ko'chaga chiqdim, to'g'risini aytaman. Yechim zo'r ekan. O'ylamanglar, changmas ekan Toshkent o'rtoqlar. Changmas. Chang, albatta chang, hamma yo'q chang. Men aytaman, ko'chaga chiqmaslikka harakat qilyapman. Помещение ko'p o'tiraman. Undan tashqari menda очиститель yo'q-da, увлажитель yo'q-da uyda. Bilasizmi nima qildim? Chonini qaynatdim deb prosta ochib qo'ydim. Ozgina o'zi увлажать qilib turadi, qaynab turgan choyni. Aferin! Genialna! Men o'zim uchun uyda ham choralar qildim. Hammani urishdim. Oynani ochmanglar. Hozir gul qidiryapman. Gullar bormi gullar? Gul qo'yib qo'yishgan uyda. Lekin ular afsuski kechasi ular ham uglekislot gaz chiqazadi. O'shani ham o'ylayapman. Men Toshkentga kelib turib bitta narsani tushundim. Men ajrashishim kerak Shivan bilan. Yangi sahnam bor bo'lsin. Rahmat. Buni birinchi o'rinda bizda bitta inson bor, o'sha insonga rahmat aytib qo'yish kerak. Sultonali Orifjonov. Rahmat deb panchtiga chiqarib beringlar. Biz usta bo'ladi prosta. Ustamiz. O'sha odam qurgan narsa saqladi. Da. Chiroyli. Bu sahna emas ekan, bu ofis. Bizda nimalarimiz bor? Stand-up komiklar bor. Da. Mashhur stand-up komiklar bor bizda. Keling, shular multfilm qahramonlariga o'xshataylik. Xo'p. Islom Karimovman. Davayt o'sha multfilm anaqasidan ketamiz. Yo'lbars Islom aka. Yo'lbars ayol-ku. Islom aka aktorskiy juda kuchli-da. Hayotda xohlagan rolni o'ynab keta oladi. Qiziq beshik tebratar kim bo'lar ekan? Ozod Shukurlayev beshik terbatar. Nima? Beshik terbatar. Nima tar? Terbatar. Beshik terbatar. Tebratar. Bu tez aytish-a? Yo'q, beshik tebratar. Yo'q, mana o'zi ostidagi maymun-da. Qalay Furqat, nechmi o'zi? Yaxshi. To'g'ri shu o'zi. Ostidagi maymun. Oson aytilishi chunki bilsangiz yo'lbars bilan yaqin do'st. Ilon demadingiz, 4 ta harf edi. Osonroq edi. Yo, unga ham qiynalaman hozirroq. Indira Miftahova. Yana kim qoldi u yerda? Fu Panda bor hali. Turna bor. Endropa meni xayolimda har bitta multfilmdagi malika. O'zlari ko'rishlarini bilib shunaqa deyapti. Yo'q, rostdan har doim nimadir menga Endropa malikadek ko'rinadi. Malika. Mirshakar Fayzullayev qaysi multfilm qahramoni? Ustoz O'gvi. Men hozir 34 yoshman. Bu meni inson miyasini eng pikka chiqqan vaqti. Mana o'rganiga yetdim-da. What? Zo'r bo'ldi. Shaptolni bargi. Yo'q, aynan shu joyga ketadi. Shu joy ko'rib qo'ysin Mirshakar aka atrofida kimlarni yig'ib yurganligini. Bu ham atrofida emasman Mirshakar aka. To'g'ri, joylari ham yo'q ekan. Yaqinda 2 xonali kvartiraga ko'chdim. Bir o'zim turibman. Bu juda ham xavfli ekan sizlarga aytsam. Juda ham xavfli. $650 turibman. Hamma kelyapti degan, "Bekzod $650 qilib turibsan. Juda ham qimmat-ku."
Hamma aytyapti, uyda egasi ham. Yangi sahnada ko'rib turganimdan xursandman. Yangi sahnani biz ko'rib turganimizdan ham xursandmiz rosti. Ancha kutilgan orzu va nihoyat Mirshakar aka va'dasini ustidan chiqyapti. 3 oydan beri yangi sahnada bo'ladi, yangi sahnada bo'ladi deb. Qalay taassurotlar? Taassurotlar juda zo'r. Rosti fanfarlar yongan vaqtida ham hammasi yongan vaqtda vashim har kun bu yerda konsert bergisi keladi odam. Siz ham ish qilyapsiz? Ha. Tashib. Yangilik aytaymi? Yangiliklardan 19 dekabr kuni живой sostav bilan jonli musiqiy konsert bo'ladi. Mani musiqiy konsertim. Qo'shiq aytmoqchisiz. Bor, o'zi qo'shiqlarim bor, ko'pchilik bilmaydi, lekin ayrim odamlar biladi, ayrim odamlar bilganda ham yaxshi ko'rishadi. Qaysi institutda o'qigansiz aka? Men endi o'qisham deb bo'lmaydi desamda. O'qiganman deb bo'lmaydi, borganman. Yo'q, lekin Toshkent tibbiyot akademiyasining namunali o'quvchilaridan biri bo'lganman. Yo'nalish. Davolash ishi. Biror kishiga ukol qilib turib. Yo, kecha mana shu yerda ikkita kapelnitsa qo'ydik. Ahvoli yaxshimi ularning ish qilib? Ularning ahvoli yaxshi, ko'z tegmasin. 3-martadan tomirga tushdik. Oy. Mayli qiziqmasmi, mayli eshitdim aka oxirigacha. Imij oldindan o'zi yoshligingizdan o'sha soch o'stirishi niyat bo'lganmi? Bo'lgan. Men o'zi sizni tanigan paytimda soqolingiz yo'q edi. Soch bor edi. Soch bor edi. Endi hozir Soch yo'q, soqol bor. Shu soch ham bor ekan. Kepkan tagiga yashirmang bu sochni. Yuvilmagan. Shuncha kundan beri shu yerda ishlab qilib No? zo'r bo'ladi, xudo xolasa. Nasib, albatta. Savollarga o'tamiz aka. Xayr, men gaplashgingiz kelmayapti deb o'ylabman. Tez aytishimiz bor. Mana shuni bitta aytib bering. Bu rayon rayonning yarim rayoni. Bu rayon rayonning yarim rayoni. Tez aytish kerak. Hammasini aytish kerak a. Bu rayon rayonning yarim. Bo'pti, boshqa variant beraman. Bu bog'cha, boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa bog'cha. Bu bog'cha boshqa. Mayli, bo'pti. Tubsiz dengiz dedingizmi? Dengiz tengsiz dedingizmi? Aytolmasam kerak, uni hozir bor-ku. Siz qachon konsert berasiz? Aytgancha 21-dekabr kuni tirikchilik qolib ketdi. 21-dekabr hali afishalar chiqmagan. Menimcha sizlar qo'ygancha chiqadi. Yoki qachon qo'yasizlar buni? Biz ertaga qo'yamiz. Unday bo'ladigan bo'lsa, tez kunda chiqadi afishalari. 21-dekabr kuni aynan mana shu katta sahnada stand-up artist deb nomlangan. Hammangizni taklif qilamiz sizlarga. Albatta kelamiz. Kelsanglar biz xursand bo'lamiz. Aka, katta rahmat. Salomat bo'linglar. Manda 72 ta mebelchik nomeri bor, kimga kerak bo'lsa. Agar kimdadir vaqtida ishini topshiradigan mebelchik nomeri bo'lsa beringlar. Mana do'stlar, sahna stand-upni yangi sahnadagi palakatini operatorimiz boshlayapti, xudo xolisa. Mana do'stlar, sahna stand-upni yangi zalida, yangi konsertidan qiziqarli lavhalarni sizga namoyish etdik. Keling, kuling, maza qiling. Yana yangi joylarda ko'rishguncha. Yemada